Assalomu alaykum. Men Zoirova Gapizman, O'ki tumanidanman. Men avvalo bu kompaniyaga a'zo bo'ldim, ham dorisini oldim. Maqsadim qizim 1 yil bo'ldi sahar kasali bo'lib qoldi. Qishda qizim jigar og'ridi, kemoterapiyasida yotdi. Keyin psoriaz kasaliga yo'liqib qoldi, psoriaz chiqdi. Keyin doridan olib ichqizdim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshi, ko'zi qirishyapti, ko'zlari yaxshi ko'ryapti. Tez charchab qolardi, holsiz edi. Ancha quvvatga kirib yaxshi bo'lib qoldi. O'zim ham 10 yildan beri kirishim bor edi. Oyoqlarim kechasi qaqshab og'rardi. O'zim ham qizimga qiziqib o'zim ham ichib ko'rdim. 5 kundan keyin 5 kundan keyin oyoqlarim og'rishi to'xtab, ancha o'zim yengil his qilib, Xudoga shukr, Allohga ne'mat boriga shukr, davosida topilganiga. Qizingiz qanchadan beri iste'mol qilib? Qizim ko'p bo'lmadi, 15 kun bo'ldi. 15 kunda ancha natijaga erishdik, Xudoga shukr. Psoriazlari yo'q